Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onam tanlagan qiz sizmi? Ma? Biz bolan ekan, kattaroq bo'lsam bo'lar ekan. Onam qayerdan to'plab laylakni? Onam qayerdan topganlar bu pakanani? Yuring, men sizga bir pirashka olib beray. Bu qanaqa pirashki? Ketdik undan ko'ra men sizni zo'r joy aytaman. Qimmat emasmi? Bo'ladi, ketdik. Mana qarang. Точно adashdingiz. Yomon adashdingiz lekin. Yo'q, zo'r joyga olib keldim. Daming sharmanda qilman. Ko'p kishi taniydi mana bu yoqqa. Zo'r joyligini ko'rib o'tiribman. U ham zo'r joy emas-da. Qo'nalarim bilan faqat shu yerda ovqatlanamiz. Biz esa jo'ralarim bilan pirashkixona ketamiz. Hamma o'ziga to'laydi. Tushunmadim. Men suvga to'layman. Hazillashdim. Ana shu tortni yemaylik, chiroyli turibdi-da, qaytib beraylik egasiga. Bu tort emas, bu venskiy vafli, bu sharmanda qilmang iltimos. Rang-barang tortchalaringizdan baliqni hidi kelyapti, yo'qmi-yo'qmi, almashtiramiz. Tort emas, bu sushi deyiladi, bitoba. O'zi dastimga kurinni kirilishki bilan fe'lani yeyish uchun keldim. Yaxshi ko'raman-da. Ha, o'zi aqo deganimiz yo'qmi? Endi boshlaymizmi? Akajon, bizdan necha milliard bo'ldi? Sizlardan 250 ming so'm bo'ldi. Ana 250 ming so'mga nima bo'libdi? Hozirda 3% chegirma ketyapti. 75 ming so'm minus qilsak, 175 ming so'm. Oho, zo'r-ku. Hamma narsa olsam 3% chegirma bo'lyapti. Ha, aka. Men eshitdim, shahar bo'ylab dastavkangiz ham bepul ekan-a? Dastavkamiz ham bepul. Любой joyga. Любой joyga. 3%lik skidka. 3% skidka. Zo'r ekan-ku, men o'zim to'layman. O'zim ichganimga o'zim to'layman. 0.5 suvni 3% qancha bo'ladi? 2 ming so'm. Mang, boyib keting. Izdachi kerak emas. Mana shunaqa she'r yo'qdan. Pulni